Mana pochtalar azizlar. Mana bu pochta deyiladi. Mana bular mana pochta deyiladi. Mana bular mana pochta deyiladi. Mana mashinani Gentra deydi. Ko'rasizlar, sizlar uchun momentlarga chiqib bog'ladim. Xullas, mana bunaqa joylarga ko'chib ketdi. Kimlardir orzu havas qilib ola olmayapti, lekin bizga yengil bo'lsin, ishimizni bitirsin. O'zbeklarda bir gap bor, taka bo'lsin, sut bersin deydi. Xuddi o'shanaqa bizni qo'chqorimiz sut beryapti, ishlayapti, oltitagarchilikka emas. Hammasi viloyatlar bo'yicha dastavkalarimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Viloyatlarga iplar tortib bog'lab, mana arqonlarda tortib cho'tka qilib qo'ydim. Xudo xolasa momentlarga ham chiqib, momentlarni mana ko'chirib yuboryapman. Iloji yo'q, ishlatish kerak. Sifatli eksellar, nomerlarimiz va umumiy hisobda bugungi natijalar. Azizlar, charchamanglar, barchaga omad. Kimga nimalardir kerak bo'lsa zakaz berib olasizlar. Biz albatta mehnatdamiz. Shuni qaranglar, Gentralar. Biz mehnatdamiz. Iloji yo'q bo'lmasa bular chiqarmasak, hatto eski tuski laboga qolib ketakunimiz. Laboda bo'ladigan bo'lsa, bir joyga borib keladigan bo'lsak, yog'ini sochin deb o'zimizcha oltitagarchilik shuni men yuribmiz. Balkim bironta harakat qilyapmiz. Bartelga kiyim-kechak oladiganlarga hali arzonroq Mers bo'lsa, hali Gorzovoy Mers bo'lsa, yukka ham Bartel qilib yuboramiz azizlar. Natijalarimiz mana ulashdik demak, azizlar, charchamanglar, barchaga omad. Bugun chiqishlarimizni aytib o'tamiz. 9-oktyabr mana 17:00 da pochta berkilmashidan pochtaga shoshilib turgan yuklarimiz.